18-asrda Fransiyada Terrara ismli bir odam tushuntirib bo'lmas ishtahasi bilan hammani hayratda qoldirgan. U 15 kishilik butun bir ovqatni yeb qo'yishi mumkin edi, lekin baribir och qolardi. Oshqozoni to'yganda jirkanch darajada shib ketar, bo'shaganida esa shar kabi so'nib qolardi. Terrara nima topsa yeb yuborar edi: jonli mushuklar, ilonlar, toshlar, axlat va hatto ichak-chavoqlar. Guvohlar esa uni bir marta jonli ilonni chaynamasdan yutib yuborganini ko'rishgan. O'sha davrdagi shifokorlar hayron bo'lishgan. U hech qanday kasallik yoki semizlik alomatlarini ko'rsatmagan. Garchi kichik bir guruhni boqish uchun yetadigan miqdorda ovqat yesa ham, ular kam uchraydigan moddalar almashinuvi kasalligidan shubhalanishgan. Lekin hech kim buni aniqlay olmagan. Urush vaqtida Terrara harbiy xabarchi sifatida ishlatilgan deyishadi. U 26 yoshida vafot etganida shifokorlar uning jasadini yorib ko'rishadi va ichkarisi yara bilan to'la, ulkan oshqozon va g'ayrioddiy darajada keng tomoq topishadi. Shunday qilib Terrara tibbiyot tarixidagi eng g'alati hujjatlashtirilgan sirli holatlardan biri bo'lib qolmoqda.